Amerika Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga chetildigan Xitoyning yana 5 shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda tizimga ilingan mazkur 5 shirkatning hammasi Hangzhou Haikang Shiwi raqamli texnika cheklik shirkatining tarmoq shirkatlari bo'lib, Hangzhou Haikang Shiwi Xitoy Kompartiyasi egiligidagi shirkat bo'lib, Sharq Turkistondagi ko'zitish kameralarini mazkur shirkat ta'minlagan. Savdo ministerligining bayonotida mazkur Xitoy shirkatlari Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlar va boshqa millatlarga qaratgan bostirish, keng ko'lamda xohlagancha tutqun qilish, yuqori texnikalik nazorat qilish harakatida kishilik huquq dafsandichiligiga chetildi deyilgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkel Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda sodir qilgan jinoyat uchun dunyoning mas'uliyat tuyg'usi his qilmaganligini aybladi. Kishilik huquq advokati bo'lgan Nuri Turkel xalqaro jamiyatga Beijing sodir qilgan jinoyatga qarshi qizg'inlik va taqirsizlik tuyg'usini ko'rsatmaganligini bayon qilib, bundan keyin irqiy qirg'inchilik yuz bermasligi uchun tarix bizga bergan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish mas'uliyatini o'z ustiga oladigan hech kim yo'q dedi. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning Amerika Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy bilan ko'rishishining ig'vogarchilik bo'ladiganligini aytdi va biz buningga qarshi barliq tadbirlarni qo'llanamiz dedi. Yegilishicha, Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen tunugun vakillar o'miki bilan Beliz va Guatemalani o'z ichiga olgan 10 kunlik O'rta Amerika ziyorati uchun yo'lga chiqqan. Dunyodagi o'zak ishlab chiqaradigan uskunlarni ishlab chiqaradigan davlatlar Xitoyga qarshi sabti turishga boshlagan bo'lib, Xitoyning bo'lsa-da to'xtatqili bo'lmaydigan yukselishini tezlatish uchun Amerika, Yaponiya va Gollandiya o'zak yasash uskunlarining Xitoyga eksportini cheklagandan keyin eksport shiddat bilan tuvanlagan. Oktabrdan dekabrgacha Yaponiyaning o'zak ishlab chiqarish uskunlarining Xitoyga eksporti 16%, Amerikaning 50%, Gollandiyaning 44% tuvanlagan bo'lib, Yaponiya Xitoyda yo'qolgan bozorini boshqa davlatlarga 26%, Amerikaga 10% oshirish bilan to'liqlagan ekan. Hindiston quruqliq armiyasi qo'mondoni Manush Pandey Hindistonning Xitoy bilan bo'lgan uzun va talash-tortishlik chegarasida har qanday hodisaga tayyorlik qilayotganligini, shuning bilan bir vaqtda Xitoy armiyasining qarorlik holda to'planayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika bilan Yaponiya elektronlik mashina batareyasida ishlatiladigan halqiliq mineral moddalar to'g'risida savdo kelishimi imzoladi. Bu kelishim muhim mineral moddalarning ta'minlash zanjirini kuchaytirish va ko'p xillashtirish hamda elektronlik mashina batareya texnikasini qo'llanishga ilhom berishni maqsad qilgan. Xitoy Davlat ishlari komissari va Tashqi ishlar ministri Chingang va Vyetnam Tashqi ishlar ministri Boytanxun ikki davlat munosabatining umumyuzlik strategik hamkorlik sheriklik munosabati o'rnatganligining 15 yilligini fursat deb bilib, ikki davlat munosabatini yangi pallaga ko'tarishga va'da berdi.